Bilasizmi, Instagramda 10 ta mijozdan nimaga 8 tasi shunchaki yo'qolib ketadi? Agar ularga direktdan tez javob berilmasa. Endi bunga yechim bor. Yangi ChatGPT 5 yordamga keladi. Endi uni Instagram akkauntingizga ulash mumkin va mijozlar bilan sizning o'rningizdan gaplashadi. Mahsulot yoki xizmatingizni sotadigan va hatto o'zi qayta eslatma yuboradigan sun'iy intellekt agentini yaratish mumkin. U nimalar qila oladi? Sizni profilingizdagi yozishmalarni analiz qilib o'rganadi. Mijozlarga to'g'ri javob beradi, maksimal sotuvga undaydi. Kerak bo'lsa, oradan vaqt o'tib mijozlarga yana o'zi yozadi. Eng zo'r tomoni, buni telefondan oson nastroyka qilish mumkin. Qanday ishlaydi? ChatPlay saytiga kirasiz, lampochka belgisini bosasiz. Agent yaratishni tanlaysiz, u direct sizni analiz qiladi. Kerak bo'lsa, yana qo'shimcha mahsulot yoki xizmatingiz haqida barcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. U akkauntingizni tahlil qilib, sizni uslubingizda gapirishni o'rganadi. Uni javoblarini tekshirib ko'rib, keyin esa ishga tushirish tugmasini bosasiz. Va u endi 24 soat haftasiga 7 kun siz uchun ishlaydi. Qizig'i shundaki, u charchamaydi, uxlamaydi va hattoki ovozli, video yoki rasmli xabarlarni ham tushunadi. Agar 2 hafta bepul sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada bot deb yozing, sizga ishlatish uchun havola yuboraman. Agar botni yozishini rostdan ham tekshirmoqchi bo'lsangiz, mani directimga xohlagan narsangizni so'rab yozing, siz bilan mani bot yordamchim yozishadi.